testida ko'rishi bilan nimagadir ayollarimiz yugurib shoshib UZDga choshib ketishadi. UZD qilib tezroq homilamni ko'ray deyishadi, lekin bu narsani biz tavsiya etmaymiz. Nimaga? Ko'p holatlarda UZD vrachlariga yugurib borib ko'rishganda test chiqib turibdi. Hagacha ma'lum bir o'sgan sonni ko'rsatib turibdi. Lekin ko'rsa bachadonning ichida homila qopchasi yo'q. Birinchi xayolga nima keladi? Bachadonning ichida homila qopchasi yo'q, lekin hamma analiza homiladorsan deb ko'rsatyapti. Demak, homila bachadondan tashqari joyda joylashgan degan shubhaga, gumonga borishadi. 12 kundan keyin keling qayta ko'rik qilamiz deyshadi, lekin 10 kun ichida u ayol 10 marta o'lib tiriladi. Agar testingizda, HGCingizda homiladorlik chiqqan bo'lsa va siz hayz kuningizdan o'tgan bo'lsangiz, yugurib UZDga bormang. Hech bo'lmasa 10 kun, 12 kun o'tkazib boring. Chiroyli bolajoningizni 99% holatlarda bachadonning ichida ekanligini ko'rasiz. Qachon bachadonning ichidagi homilaga biz shubha qilamiz? Qachonki HGC soni 2000, 3000 dan baland bo'lsa va siz uni bachadonning ichida ko'rmasangiz, mana shu xavfli belgilardan bittasi hisoblanadi.